Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xolasa dadamga olgan otni ham uyga olib keldim. Qanaydir boshqacha hayajon. Dadamni umraga yubordim ota-onamni. Xudo xolasa ayamga sovg'a qiladigan uyimni taxlayapman. Dadamga mashina sovg'a qildim va dadam o'sha kuni aytdi, o'g'lim, bitta biya olib bersang, ot olib bersang ko'paytirmoqchi edim dedi. Uyalib aytdi-da. Lekin dadam chin yurakdan xohlagan ekan, Allohim menga nasib aylagan ekan, bitta biya emas, bolasi bilan olib keldim inshaalloh Qashqadaryodan. Xudo xolasa har bir yigit kishiga Allohim nasib aylasin. Otasiga uy, mashina, otlar sovg'a qilish. Xudo xolasa ketdik uyga, endi topshiramiz. Bismillah, ketdik. Be. Xudo xolasa uy ham tayyor bo'lib qolay yaqin. Dada? Emotsiyasi qanday bo'lsa ya? Assalomu alaykum. Tabriklar. Umringiz bo'lsin dada. Xudo xolasa inshaalloh. Mana bu siz so'radingiz, biz bajaramiz. Mana bu Xudo xolasa inshaalloh ana endi sizning otingiz bor. Umringiz bo'lsin. Makinatni o'sha niyatingga shu yuzlaring yorug' bo'lsin. Umringiz bo'lsin dada. Baxtimga sog' Omon bo'lgin. Inshaalloh. Omon bo'lgin. Inshaalloh, Xudo xolasa. Keyingisi Xudo xolasa dada, Aktagonni kamari bo'ladi, Xudo xolasa. Yonmas. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizga mana Xudo xolasa. Ko'pkari chiqib ketaman demang-a. Ko'pkari bor. Chetkarilar, zot tayyormadi. Bolasi ham bor. Bolasi qachon erkak? Erkak. Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda, otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib, otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansin men baxtga to'lay.